Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Bugun sizlar bilan men anchadan beri reklama qilayotgan Careline sochiqlari haqida gaplashamiz. U kim uchun ishlab chiqarilgan, nimalarga foyda beradi, sizga qanaqa qiymatlar beradi, qanaqa razmerlari bor, sizni qanaqangi yomon holatlarda asrab qoladi, sizga qanaqa komfort beradi. Shular haqida videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, Careline haqida batafsil ma'lumot beramiz. Qani bo'lmasa boshladik. Birinchi kichik o'lchamdagi 22 ga 25 santimetrlik Careline sochiqlarimiz bu uyda, oshxonada, restoranlarda ishlatish uchun mo'ljallangan. Bu boshqa quruq salfetkalarga qaraganda bu juda ham suvni yaxshi shimganligi uchun juda ham komfort, yaxshi yechim beradi. Bilasiz, quruq salfetkadan kamida 2 ta yoki 3 talab ishlatiladi, shunda ham yaxshi komfort bermaydi. Bu esa shunaqangi muammolarni oldini olish uchun ham juda yaxshi yechim bo'la oladi. Ikkinchisi universal 35 ga 70 santimetrlik 100 talik Careline sochiqlarimiz hisoblanadi. Bilasiz, Careline sochiqlar juda ham sifatli, mana ko'rinishlari ham juda ham katta. Soch quritish uchun, qo'lni artish uchun, yuzni artish uchun ham suvni yaxshi shimadi, ideal hisoblanadi. Teri uchun ham juda ham yoqimli. Har xil infeksiyalardan himoyalanishga ham yaxshi yordam beradi. Uchinchisi katta o'lchamdagi 45 ga 90 santimetrlik 50 talik Careline sochiqlarimiz hisoblanadi. Bu mana katta, juda ham katta hisoblanadi mana. Uyda, oshxonada, zalda, sartaroshxonada, salonlarda ishlatish uchun juda ham ideal hisoblanadi. Suvni shimishi ham yaxshi, har xil infeksiyalardan saqlanishga yaxshi yordam beradi. Bilasiz, sartaroshlar, salonlarda ko'p martali sochiqlar ishlatiladi. Ularni yuvgandan keyin ham ancha-muncha infeksiyalar ketmaydi. Bunda esa bir marta ishlatgandan keyin tashlab yuboriladi. Shunda ancha odamning sog'lig'iga ham yordam bergan bo'lamiz va uyda bolalar uchun ham tagliklarni tozalashga ham yaxshi ekan, juda ham teriga yoqimli. Mana qadrdonlar, Careline haqidagi videomiz shulardan iborat edi. Careline haqidagi ma'lumot sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, siz gigiyenaga qattiq e'tibor bergan bo'lsangiz, Careline sochiqlarini albatta ishlatib ko'ring. Bilasizlar, men sizlarga eng yaxshisini ravo ko'raman va bu Careline sochiqlarni ham anchadan beri o'zim ishlatib kelmoqdaman. Shu sochiqlarga kimda kim ehtiyoj bo'lsa, videoda pastda raqam qoldiraman, shularga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Ma'lumotlar yoqqan bo'lsa, like bosib, sahifamga obuna bo'lishni unutmang.